Sergeli mashina bozoridamiz. Assalomu alaykum aziz bizani qadrli aka ukalarimiz, obunachilarimiz, uzoqdan musofirlik aka ukalarimiz, 12 ta viloyatda ko'rib turgan o'zimizga o'xshagan mashina ko'rish akalarimiz. Sizlar sizlar salomatligingiz yaxshimi? Yana Sergeli mashina bozoridan videolarimizni olish davom etamiz. Ancha bo'lib qoldi video olmaganimizga, endi hamma o'zi bilan ovora bo'lib qoldi. Bozorda narx-navolar tashagan. Mana mashinalarni xudo xolis mana 12 ta bor. Oq, qora, Moza, Tracker, Gentra. Chiroyli narxlarda bugun chiroyli narxlarda narxlarni qo'yamiz, kuzatishga davom etamiz. Qo'ldan kelgancha layklarni bosib, kommentariyaga yozib, sizlarning e'tiboringizda bo'lamiz. Xudo xolisa hozir nima mashinadan boshlaymiz? Gentradan boshlaymiz. O'zimizning o'sha yaxshi ko'rgan Gentra qora mashina, navorotli mashinamizdan boshlaymiz. Mana video sekin o'vrasan. Xo'p. 23 dan boshlaymiz. Unda xo'p, zaps boshlayotgan bo'lsa 2023-yil 29 ming yurgan qora Gentramizdan boshlaymiz. Abezlari bor mana. Motor holatlari ideal holatda, farlar original. Buni ham hozir tayinrobga glasi, rul, bar, polik, chexol tayyor holatda. Orqa bagajani ham bitta ko'rsatamiz. Kraskalari toza. Bunaqa hozir bozorda ham 23 ta mana shumkalarni ko'ryapsizlar. Bu shumka 100% shumka qilingan tayyor holatda. Endi hozir bunaqa 23 tani ham bozorda kam yuraganlari tortilib qolgan Gentralarni 22-21 lar bor. Bu mashinamizni 13500 qo'yib beramiz. Shuncha navrotiga paytida mana shu mashinalar 2 oy oldin 15000, 15,5 ming sotilgan shu mashinalar. O'shaning uchun kevarasizlar 13500 yana keseli nastroyga qarab tepasida sodasini qilib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hamma narsasi original. Xo'p, 2021-yil 83 ming yurgan mashinamiz. Buni ham motorlarni ko'ryapsizlar. Ideal bo'lib turibdi. Abez bor mana, abez ham ukajonim bitta ko'rsatib qo'yasan. Xo'p, abezlari bor. 4 yumshoq baloni bor. Tayinroq ruxsatlari bor. Mashinamizni salonlarini ham bitta ko'rsatamiz. Orqa bagajini ham ko'rsatib boramiz. Endi ham Gentra ishqoz aka-ukalarimizga Gentra yaxshi mashina, ko'pchilik telefon ham qildi, "Oka, videolar qilmayapsizlar" deb. Mana videolarni endi to'g'risini aytsam, hozir o'zimizdan ortmayapmiz. Endi o'zimizni pul tikamiz, o'zimiz tayyorlaymiz. Mashinani sodada ham o'zimizda. O'shaning uchun bir xil payt vaqtimiz bo'lmay qoladi. Instagram kanallariga ham qo'ldan kelgancha videolar olib boramiz. Sizlarning e'tiborli bo'lamiz. Endi YouTube'ga xudo xolisa mana boshladik. Bu mashinamiz 2021-yil ishlab chiqarilgan, 83 ming yurgan navorot, hamma narsasi buni ham original, faralarigacha original. Bu mashinamizning narxini 11500 qo'yamiz. Keseli chiroyli narxlar sodasi bor. Xo'p, keyingi mashinamiz 2021-yil 78 ming yurgan mashinamiz. Hozir motorni birinchi ko'rsatamiz. Elektromobiling yo'qmi, elektromobiling? Xo'p, abezlari bor, 100% shumka. Abezini mana ko'rsatasan. Xo'p, farlar o'sha qora qilingan, belet deydimi? Shunaqa qilingan tayinrobga ruxsat yo'q bunda. Rol, bar, glasi tayyor holatda bu ham. Hop, orqa bagajini bitta ko'rsatamiz. 4 yumshoq balon. Mana shunki gaz qo'yilmagan. Tayyor holatda mashinamiz. Kraskalari toza qirilgan, tizilgan, miyatina joylari yo'q. Xo'p, bu mashinamizni ham 2 yil bittadan qo'yamiz, 11500 qo'yamiz. Keseli chiroyli narxlar sodasi bor mashinalarimizni. Xo'p, keyingi mashinamiz 2020-yil
Hop, 2020-yil 107 ming yurgan propan gazlarigacha bor mashinamizda. Abezlari bor. Korosli, holati yaxshi. Kraskalari toza, to'rtta yaxshi baloni bor. Tonirovka 5-6 oy ruxsati bor. Propan o'sha tabletga qo'yilgan bunga zapaska joylari. Endi mashinani propan Gentraga o'tib, umuman Gentraga boshqa любой mashinaga propan hozir yaxshi bo'lib qoldi endi. Buni ham hozir puli sal ko'tarilib qolganini hisobga demasanglar, atak propan zo'r. Metandan yaxshiroqda. Yurishlari ham zo'r. Bu mashinamizni 11 ming qo'yamiz. Kami bor. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Tepasi savdosi bor baribir mashinamizni. Xo'p. 12 smash 12 olib ketaylik. Kenjentarada olib keturamiz. Xo'p. Premier Plus E full 6-pozitsiyasi. Azgina o'tbetda o'sha navorot qilingan. Gerada bu yaxshi yumshoq balon taneri ko'rsatlari bor. Endi buni motori bilasizlar, o'sha turbina motor, o'sha trekkerga o'xshagan tortagan motor. Tayyor ko'rsatlar bor. Salonda bitta ko'rsatib o'rasam ekan. Xo'p, orqa bagajni bitta ko'rsatamiz. Balon endi kichkina buni. Sitno zonalari bor, o'sha eng full 6-pozitsiya Premier Plus. Xo'p, bu mashinamizni 13500 qo'yamiz. Hozir buni yangisi salonda 16500, 16700 sotilyapti. Kelsa buni ham chiroyli narxlarda 13500 dan o'tib beramiz. Xo'p, bu yoqdan endi ketdi. 2021-yil mashinamiz. Boyi 21lar navorotlikda endi bu old orqa chiroq, tonirovka ruxsati bor, 9-8 pulti bor. Kraskalari toza. Bu mashinamizni arzonroq qo'yamiz. Farlar original, model o'sha Koreya. Model Koreya o'sha mana ham yozuvni ko'rsatib Hop, orqa bagajlarni ham ko'rsatib o'ramiz. Yaqin uzoq qilib ko'rsatib o'tsam, zapis bo'ldimi o'zi? Hop, bagajlarni ham endi mana zapaska deyarli tushmagan. Mashinamiz kraskalari toza. Bu mashinamizni 11200 qo'yamiz. Kami bor. Bemalol murojaat qilasiz. Tayyor ruxsatlari ham bor. 2020-yil 80 ming yurgan. Abezlarni bitta ko'rsatib. Motor holatlari. Orqa bagaj ochdingmi? Xo'p, salonni Malibu Roll, Malibu Bar. Propan metal o'sha propan nima metani bor. Zapaskasi yerga tushgan ekan, bitta mehr berib olish kerak ekan. Mashinamizni 10900 qo'yamiz, kami bor. Keseli buni ham chiroyli narxlarda savdosini qilib beramiz. Xo'p, yoding mashinalarimiz tugadi, endi kirmagan mashinalarimiz bor bozorga. Endi oldin mana saqinga o'tib, bu yoqda o'rtaga qo'yilardi, mana bu yoqda o'rtaga qo'yilardi. Hozir faqat Navesega mashinalar qo'yilyapti. Mana hammasi nomerli bo'lgan. Undan tashqari hozir yana kameralar qo'yilgan. Hali bir Navesega misol 490 bo'lsa, nomer bo'lsa, hammasi tagida bittalar kamera bor. O'shaning uchun
joyli to'liq qavatda oldingidagi misol mana ikkita joy sho'tga misol ikkita mashina ketadigan bo'lsa, bitta o'rtaga qo'yilardi, zangni tiqib qo'yilardi. Hozir unaqa emas. Mashina misol 10 ta joy bo'sh turgan bo'lsa ham 5 ta joy olib kelib mashina qo'yasiz, 5 ta joyi begonada qo'yib yuboradi. O'shaning uchun orada kirmagan mashinalarimiz ham bor. Oldingidan lekin ancha yaxshi. Oldin mana mashinalar asfaltli yo navesli eski bo'lardi. Shunchalik sharoit qilib berishyapti. Rahmat, baraka topsin. Xo'p, bemalol kelaverasizlar. Bozorda почти 8-9 bemalol 8-9 shu yerda bo'lamiz. Bozor o'zi uzoq umrgacha ishlaydi. Mexanika mashinamiz ham bor. 15 ga 16 180 ming yurgan. 6 ming qo'yamiz. İç salonni ham ko'rsatib bor. Oldin salonni bitta ko'rsatib olasan. Holati yaxshi. Endi puli misol buni puliga hozir spakan beradi. O'shaning uchun kelsanglar chiroyli narxda sodasi bor. Assalomu alaykum. Xo'p, 2022-yil 87 ming yurgan polniy navorot qilingan Gentra mashinamiz, 4 ta yumshoq baloni bor, archa balon, Malibu Roll bar. Kraskalari toza shumka bor mashinamizda. Mana orqa bagajini ko'rasizlar. Shumka qilingan 100% shumka. Hop. Bu mashinamizni 12500 qo'yamiz. Kami bor. Bemalol kelsanglar, chiroyli narxda savdosini qilib beramiz. Keyingi mashinamizga o'tamiz. Hop, 2021-yil 120 ming yurgan mashina. ABS'larini oldingmi? Mana. Bu yerda bo'ladi ABS'i. Mana. Mana olasan. Mana pushta ABS bo'ladi. Motorlarni bor, ko'rsat. Ha. Hop, 4 yumshoq balonni ko'rsatib qo'yishlarini. Ha. Hop, Malibu Roll bar. Hop, bagajini bitta ko'rsatamiz. Shumkalari bor, tayyor holatda. Hop, bu mashinamizni 2021-yil mashinamizni, navrotli mashinamizni 11300 qo'yamiz. Kami bor. Telefon qilsanglar, buni ham chiroyli narxlarda qilib beramiz. Hop, 2019-yil hamma narsasi original buni ham. Made in Koreya. Mashinamiz, hop, 4 ta yaxshi yumshoq baloni bor, archa balon. Archa balonni ko'rasizlar. Tayyor ko'rsatlari bor. Ichki salonni kelsak, iç salonda holati yaxshi, 4-paketli gazlargacha bor. Zapaskaga tushmagan. Tayyor holatda. Hop, mashinalarimiz bor yana. Assalomu alaykum, tuzumsizlar. Hop, oxirgi mashinam shu bo'ldi. Bu yerda Mozamiz bor. 11 ming yurgan, 2023-yil 15,5 qo'yamiz. Kami bor, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Ko'rsatib qo'yaver. 12 mashinamiz 2024-yil 40 ming yurgan, kraskalari toza, 13 mingdan kami bor. Bu mashinamiz 12 mashinamizni narxini aytdik, 13500 dan kami bor. Buni navrot qilingan, gerb labolargacha qo'yilgan, tayyor holatda, o'zi saloni archivkalari polniy, hamma yog'i qora qilingan, salonga moslashtirib kelaverasizlar. Trekker mashinlarimiz ham bor, qo'shimzani mashinasi. Chempion mashinlarimiz ham bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Chempionlarimizni gibridi ham bor, to'kligi ham bor, Xitoy mashinalari ham bor. Sotiladigan mashinalar bo'lsa ham bemalol aloqa chiqsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda qilib beramiz. Endi videolarimiz bo'lagan mashinalar ko'rsatdik. Endi ko'proq Gentra'ga kirmagan mashinalar ham bor. Xudo xolisa keyingi obzorlarimizni
sizlarning e'tiboringizda va chiroyli mashinalarni obzorini ko'ramiz, ochib ko'ramiz, sizlar kuzatishda davom etasizlar. Videolarimiz manzur bo'lganimizda like'larni bosamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'lasizlar.